uchun so'z navbatini Bog'ot tumani Xotin-qizlar qo'mitasi raisasi Alimova Gulshad opaga so'z navbatini beramiz. Marhamat. Aziz o'quvchilar, sizlarni bugungi tadbirda ko'rganimdan xursandman. Kitobxonlik faqat bu haftalik doirasida faqat shior bo'lib emas, hamisha kitobxon muhtaram prezidentimiz tomonidan kitob o'qigan har bir yoshga kitob o'qitib, mashinalar kitob o'qitib, ko'plab imtiyozlar yaratilgan va kitob o'qish bu faqatgina bir hafta emas, hamisha kitob o'qishimiz kerak. Kitob o'qimasdan yura olmaydigan, kitob o'qimasdan uxlolmaydigan darajaga yetib qolamiz. Shuning uchun aziz o'quvchilar, hammamiz yil davomida hamisha kitob o'qishni o'zimizga odat qilishimiz kerak. Hammangizni mana shu kitobxonlik haftaligini boshlanishi bilan tabriklaymiz. Umuman so'nggi yillarda bilamiz, shu kitobxonlikni rivojlantirish bo'yicha muhtaram prezidentimiz tomonidan ko'plab topshiriqlar berilgan. Xususan mana bilasizlar, eng yirik tanlov bu yosh kitobxon tanlovi har yil o'tkazib kelinadi. 3 yil oldin muhtaram prezidentimiz topshiriq bergan kitob o'qigan avtomobil sovg'a qilinmoqda. Ham masalan, ko'rinib turibdina buyuk. Albatta bizlar buni tashkiliy masalalar bo'ladigan bo'lsa, yordam berishga tayyormiz. Bu masalan, hokimiyat tarafdan qandaydir masalan shunday rag'batlantirish masalasi bordir yoki qaysi yerlardadir kitob yetishmas, fond masalalari bor. Qaysi kitoblarga qiziqadi o'quvchilar, shu kitoblar yetishmaydi balki. Hozir elektronik yo'llar ko'paygandi. Mana aytmaskan o'zimizda shuning uchun tashkillashtirilgan. Bernam ishlatishimiz kerak. Shuning uchun hammangizga omad tilaymiz. Kuch-quvvat shu yakunida chiroyli qilib bir-birimizni tabriklab, yaxshi kayfiyatda o'tishini tilab qolamiz. Rahmat. Yig'ilishdan maqsad ne deb o'tirgan bo'lsa, asosan yoshlarga qaratamizda ko'ping yozib o'ylab tursin, degan nechta ketdi. Bir majburlab olib keldimi, yo bo'lmasa boshqa degan nuqtai nazardan o'ylab tursin. Bizlar nuroniy bo'lgandan keyin sizlar qanday bir narsa qilishimiz kerak bo'lsa. Bizlardan oldin 20 yosh deb hisoblasan bo'ladi. Bizlar o'qitgan vaqtida bizlar 57 yil topgan bo'lsak, shunda 37 bugün işbadi siyaset. Bugün bir narsa bersang o'qiyman, bermasang o'qimayman. Bu degan gapimni bo'ladigan gap emas. Prezidentimiz ne chaqirdi? Bu siyaset yaxshi kitob o'qigan uyda mojaro bo'lmaydi. Shunda sizlar o'zingizga o'ylanib, o'qish kerak ekan. Buni o'qish kerak, yo'nalishingizni ham o'qish kerak. Ikki tomonlama desangiz qarshi chiqmasdan. Kitobxonlardan bir hisoblanadilar. Bugungi kunda ko'plab kitoblarni mutolaa qilib, shu o'qigan kitoblarini o'zlariga bir xulosa chiqarib, yoshlarda ibratli tomonlarini o'rgatishda, ularga kitoblarni targ'ib etishda o'zini hissasini qo'shayotgan hurmatli kitobxonimiz ustozimiz Sho'dakalar. Endi so'z navbatini ularga beramiz. Ajoyib so'zlar bo'ldi. Kitob bu nima? Kitob bu birinchi tarix. İkinci, insan ruhiyetining ustozi, beg'araz ustoz, sodiq do'st. Mana masalan, Yaqin to'g'ri aytdi. Mana bu yerda ikki kutubxona bor. Ko'z ojizlar kutubxonasi, katta kutubxona bor. Ko'z ojizlar kutubxonasida toza kitob yasamoqchi bo'ladilar. Boshqa hamma kitobni o'qib qo'ydim. Rajabgul onamiz, ustozimiz Marhamat opamiz, keyin qolaversa yana bir faxrli insonimiz Bekbosh opa Rahimova bizlar bilan birgalikda endigi so'z navbatlarini ularga bersak, Rajabgulni marhamat bugungi kitobxonlarimizda o'zingizni dil izhorlaringizni izhor etsangiz. Kitobning o'zi bir hayotda birma-bir qarib taqoburgacha sizni tarbiyalaydigan bir xazinaning oltin xazina. Yolg'izlik kunlarda do'st, size tutilib qolgan vaqtingizda dil zavon, fikrlash qobiliyatingizni kengaytiradigan ostona. Biz nuroniylar bilan uchrashsangiz, har bir nuroniyning o'zi qarangki, bir kitob. Bizlar prezidentimiz aytgandek, nuroniylarimiz o'zingiz kitobsizki, siz butun boshdan o'tgan her bir sarlavhalı, her bir to'siqlarga uchraganda yiqilmayman, turaman men.
ben mert, ben cesurman diye şiar aslında yaşa, şu umur güzellikini 100 yıllar devam edecek halka hizmet için. 6. günlerde seminarımız oldu. Vilayet Kadın Hizmet Komitesi geldi ki tumanımızdaki ecrimler boyunca, vilayetteki ecrimler boyunca ecrimleri yerseniz büyük durmuş kurardı. Size hayatta değerlenip tutman. Hukuk hizmetçiler. Yapmıydı, yaşaş yapmıydı. Bala babana gibi terbiye yapmıydı. Uklavası geledi. Siz yine hazır. Nuranimiz ayıttı. Bu bölümden efserden dedi. Şu kök uklava bölümge tavlıklı dedi. Şunun için hem bugünkü günde sergek olur. Bizden Safayet'e kısıtlılar. Safayet'e yaşlarda siz özünüzün hayat yollarınızda, yaşki tutarınızda bakar görseniz ki okuyan kitaplarınızdan yaşlarımızda bir ibretli temalarını bir ayet görseniz. 2017 yılda birinci başlagan prezident olup iş başlagan vaxtlarında kitapxonlikdan birinci kararları, birinci kitapxonlikni rivojlantirish bo'yicha bo'ldi. Haqiqiy shu kitapxonlikka olib kelgan bo'lsa, bu kelganlarning ichida hech bo'lmasa kitobni sal bo'lsam sevadiganlar bo'lar-da. Bular she'r bilishi kerak. Bilasizlarmi she'r? Termik asrlar ichra pinhon o'zbegim, senga tengdosh Pamiro oqsoch jonshon o'zbegim, so'ylasin Afrosiyob, so'ylasin Qur'onotda, Jo'xnazarlik Shadasidan Rutta Marjon o'zbegim, Al-Beruni, Al-Xorazmi, Al-Farob avlodidan As-Sanaz va O'zbek Barkitarxon o'zbegim, o'ttilar sho'rlik boshingda o'ynatib shamshirlar necha korxon, necha sulton, necha minxon o'zbegim, tog'laring tegrangda go'yo bo'g'majar bo'ldi. İki daryo, iki çeşim giriyon o'zbegim, Qaysar Rum naysasida Baxrida, huzurida, Chingiz Ubod suvda ko'ks qalqa o'zbegim. Vadiylarni yayov kezganda İştemiz. bir ajib his bor edi menda. Chapbar urib gullagan bog'im, o'par edim vatan tuprog'in. Odamlardan tinglab hikoya, o'sar erdi shoirda g'oya. Barchasini tinglardim ammo o'xshashini topmasdim aslo. O'xshashi yo'q bu go'zal bo'ston, dastonlarda bitgan Guliston, O'zbekiston deya atalur. Uni sevib el tilga olur. Chiroylidir go'yo yosh kelin, ikki daryo yuvar kokilin. Yana da biz yoshlar bilan hamnafas birgalikda xizmat etib kelayotgan ustozimiz Marhamat opa davramizdalar. Marhamat opa o'zingizni kutubxonachilik sohasida erishgan yutuqlaringiz va bu kutubxonachilikni kasbini tanlaganingizdan afsuslanasizmi, afsuslanmaysizmi? Kutubxonachilik sizni hayotingiz davomida sizga yutuqlarga erishishingizda yordam berdi. Shu haqda yoshlarga ikki oz gapirib berishingizni so'rab qolamiz. Kitobni yaxshi ko'rganim uchun, kitobni o'zimning mehrimni joylaganim uchun kutubxonachilik kasbini tanladim shekilli. Yoki ilohiydan keldimi bu men bilmayman. Chunki bizning oilamizda Xudo rahmatini olsin otamiz, onamiz bir ma'rifatli ayol, ma'rifatli inson edilar. Bizlar har oylik olganda bir dona kitob keladilar. Shu kitobni bizlar uy ichimizda aka ukalarimiz bilan o'qiydik. Keyin Jinoyat ve Ceza eserini qaytadan o'qib chiqdim. Yine hozir ne başka verirler, iti degen Çetil Hava. Çetil bir kitabı var. Şu kitaplar Sherlock Holmes hakkında hava. Şu kitapta kaytadan yeni ben okup çıktım. Bular yaşlığımdan okuganman. Bu obrazda şu yaş kahramanlıkla göstertilgen. Endi Dostoyevski'nin Cinayet ve Ceza eserinde Raskolnikov o'zi oliy ma'lumotli inson, oliy ma'lumotli çünkü yurist bo'laturgan inson shu ko'ngli yomon yo'llara tushidida hiç bir minnet etmezden bağışta istab qoladi bu. Bağışta isteydi o'zi beraturgan yani zalogga narsa berib turaturgan odamini borib mamani o'ldiradi. Şunu öldüredi, onun singlisini öldüredi, bunun akıbetinde onun tarttan azapları, ukubetleri yine cinayet ahırı noğayıp geledi. Bu ansat yol bilen pul tavıştığın yolu neticede noğayıp gelişini göstertirdi. Tumanimiz miqyosida, viloyatimiz miqyosida kerak bo'lsa, respublika miqyosida turli xil unvonlarga, mukofotlarga sazovor bo'lgan shunday bir ustoz kutubxonachimiz bor. Ko'z ojizlar kutubxonasi bugun mutaxassisi Zamira opa Otajonova shu yerdalar. Hozir sizlarga o'zi
dil izhorlarini aytib o'tadilar. Biz bolajon xalqmiz, lekin qachon kitob sevar millat bo'lamiz? Mana shu yerda asosiy vazifa mana shu yerda turibdiki, demak kitob sevar millat bo'lmasak, demak biz ma'naviy qashshoq bo'lib qolaveramiz. Bugun mana keksalarimiz aytib o'tgandek, qizlarimizda da, yigitlarimizda da o'zlariga yarasha bilim kerak. Bilim nima uchun kerak? O'zimiz uchun kerak. Kelajakda hammamiz mana shu qizlarimiz ona bo'ladi, yigitlarimiz ota bo'ladi. Mana shu ota va ona kelgusi farzandni tarbiyalaydigan birinchi ustoz hisoblanadi. Yoshlarimizni, O'zbekiston aholisini shunday bir tinch musaffo osmonda yashab turganimizni yanada bir anglab yetishlarini istagan holatda bugungi kunda shunday tinch darmonmon kunlarda, osoyishta kunlarda ertalab turib ishlarimizni etib, kimdir ishga, kimdir maktabga, kimdir yana bir o'z yumushi bilan tinchgina bir uyundan chiqib ketib, sog' salomat uyina qaytib kelishining ham o'zi bir katta baxt ekanligini anglab yetishimiz uchun bugungi kunda tinchligimizni saqlash uchun prezidentimiz tomonidan eng bir chiroyli bir davlat siyosati miqyosida chiroyli tadbirlar o'tkazilib kelinmoqda. Shulardan biri yosh kitobxonlarni kutubxonaga jalb qilish maqsadida 6-O'zbekiston kitobxonlik haftaligini o'tkazish. Bu ham bir mustaqilligimizning 35 yiliga tayyorgarlik desak adashmaymiz.